yutqiziqli o'yinni durangga emas, g'alabaga aylantirib ketish Manchester Unitedning DNKsida saqlanib qolganini ko'rdik. Xayrullo aka, Old Trafforddagi remontada MU buni qanday uddaladi? Manchester Uniteddan boshqa jamoa shu ishni qilganida ajablanishimiz mumkin edi. Lekin Manchester United birinchi bo'lib turib buni patentlagan. Ya'ni bu uslub Manchester Unitedniki. Realni shaxsan men o'sha comebacklar jamoasiga aylanib qolganini 13-yildan eslayman. 13-yili sal qolgan comeback qilishiga, 12-yili ham sal qolgan Mourinho paytida. 14-yil boshlagan. Patent unga o'tgan. Ramos orqali Madridning Real klubi so'nggi daqiqalarning qiroliga aylanib bordi so'nggi yillarda. Buni tan olishimiz kerak. U raqib muxlislarga yoqadimi, yoqmaydimi, Real hali ham o'sha patentning egasi hisoblanadi. Shuning uchun ham 0-3 hisobida Arsenaldek jamoaga qarshi yutqaziqdan so'ng ham Realdan kutildi-da baribir. Mayli, men kutmagandirman, bir ikkita odamlar boshqacharoq gap gapirgan bo'lishlari mumkin, lekin futbolchilarning o'zlari ham, murabbiy ham, muxlislar ham hamma kutdi. Kutganning o'zi jamoa shundan oldin nimadirlar qilib qo'yganini ko'rsatadi. Lekin Manchester United bu narsani sekin-sekin bir unutayozgan edi, onda-sonda eslatib turar edi. Kechagi uchrashuvni voqeasi sal boshqacharoq bo'ldi. Ya'ni Manchester United Realdan farqli ravishda nima uchun remontada qildi? Chunki birinchi uchrashuvda hech narsa ma'lum emasdi. Madridning Real klubi 3-0 hisobida, 0-3 hisobida yutqazgandan so'ng o'z-o'zidan boshidan yoki o'yindan oldin kambeklashishga, remontadalashishga majbur edi. Lekin Manchester United bu ishni yo'l-yo'lakay qildi. Chunki birinchi uchrashuv 2-2 bilan tugagan va futbolchilar qovun tushirgan. 2-0 hisobida oldinda borayotganda o'zi birinchi o'yinni ham qo'shib gapirishimiz kerakda. Yaxshi natija qayd etib turganda oxirida onani gol o'tkazib yubordi. Qo'pol gol bo'lib ham gapirgandan keyin har xil gaplarni intervyusidan keyin bu juda xunuk tahlil qilindi va saldan so'ng javob uchrashuvida Manchester United birinchi bo'limni juda xotirjam o'tkazib 2-0 hisobda tugatyapti. Keyin Fonseca yaxshi murabbiy, hujumkorlikka e'tibor qaratadi. Sekin-sekin Lacazette'ni maydonga tushirishi, yana boshqa futbolchilarni tushirishi oqibatida Lyon hujumlarga chiqdi va Manchester United 2-0 ga yana ishona boshladi. Xotirjamroq o'ynadi va 2 marotaba 3-golni ura olmadi. Hatto uchrashuvni sharhlagan Muhammad Ali ham rahmat Garnacho deb aytib o'tdi. Chunki Garnacho o'sha golni urganda ko'p ehtimol Lyon ag'anardi bo'ldi. O'yin yopilardi deb o'ylayman. Lyonni irodasi yetmasdi. 2-0 bu sal bo'lsa ham qaytib olsa bo'ladigan natija. Bitta gol uradi, keyin ikkinchisiga rag'bat paydo bo'ladi. O'sha ish bo'ldi va tanaffusga jamoalar o'sha ikkinchi tanaffusga durang bilan chiqib ketishdi va yana bitta kulminatsion nuqtasi bor. Bu yerda remontadaning holati boshqacharoqda. 89-daqiqada Talisso gol urgan futbolchi qizil kartochka olyapti, ikkinchi sariq bilan. Va qo'shimcha bo'limlarga o'tishyapti. Yana Manchester United uchun bo'shashga imkon berilyapti. Endi Manchester United qo'shaman deganda raqib qizil kartochka olyapti. Bir o'yinchi kam bo'lib turgan paytda biznikilar ham shunaqa o'ynashdi-ku kecha. o'ynadi. Keyin qarasak hech ham urmagandan biz urishni boshladik. Shunaqa bo'ladi endi. Bir kam o'yinchi o'ynayotgan jamoaga nisbatan mensimaslik va baribir urib olamiz degan bir tuyg'u o'tadi. Shu tuyg'u o'tgan paytda qars etib turib kurajni ushlagan 2 martami 3 marta borib turib Lyon futbolchilari tayanch yarim himoyachilari hamda himoyachilar, markaziy himoyachilarning qo'pol xatosidan foydalanib 2 ta gol urishdi. Va u yerdagi asosiy aybdorlar o'sha paytgacha -4 bo'lib yotgan edi. Ballarga qaraganda Maguire hamda Casemiro edi. Hamma Maguire bilan Casemironi ikkalasini qo'shib so'kishayotgan edi. Uydagilar bilan qo'shib. Keyin Manchester United o'sha magiyasini yoqdi. Chunki bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynayotganligini esladi, hali vaqt bor. O'sha VAR uzoq vaqt tomosha qilganligi ham rol o'ynadi shekilli. Bu Lyon futbolchilari 4-2 hisobda yutib turishibdi. Bir kam o'yinchi nima qilamiz? Himoyaga e'tibor qaratamiz, yana qarshi hujumlardan foydalanamiz deb turgan paytda Manchester Unitedni vajohatini bilib olishga ulgurmasdan qars etib penalti belgilandi. 114-daqiqada Bruno Fernandes golga aylantirdi. Endi Manchester Unitedda bitta gol qoldi. Bitta golni ura oladi bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynayotgan jamoa. Va bu yoqqa shturm ketdi. Lyon aniq himoyaga e'tibor qaratishni boshladi. Fonseca jamoalari hech qachon yaxshi himoyalanishmagan va ko'pchilik aytayapti hozir bir kam o'yinchini yutdi. Lyonni Manchester United deyishyapti. Men qo'shilmagan bo'lardim. Sababi himoyalanayotgan jamoada bitta o'yinchi kamligi bilinmaydi. Hujumchi sig'idagi futbolchini kamligi bordir hujum qilayotgan paytda. Hujum qila olmay qoladi. Lekin
himoyalanayotganda o'sha futbolchilar bo'ladi baribir. O'sha himoyalanish kerak bo'lgan raqam turgan bo'ladi. O'sha raqamni ichida kombinatsiya qilib gol urgan paytda Manchester United tushunib yetdi. Maynu tomonidan ijro etilgan fantastik gol. U yerda Maynudan oldingi harakatlar ham tahsinga loyiq. Kazimiro uyg'ondi. Kazimiro Maguire bilan oldinga chiqqandan keyin hammasi o'zgarib ketdi. Katta futbolchilar xaos yarata olishadi. Shuni oqibatida Qars 120-daqiqada Maynu gol uryapti va yana Telegramda yozdim men, 500 urib ketsa-ya dedim. Chunki ulgursa bo'lardi. 2 daqiqa, 3 daqiqa qo'shib berardi. O'sha 121-daqiqada Manchester United bordi va oldingi chiziqda o'ynayotgan futbolchi bu Maguire bo'lgandan keyin unga to'p uzatsa bo'ladi. U golni urdi. Va o'sha 99-yilgi finaldagidek his-tuyg'u ulashdi. Yodimda o'shanda ko'rganimda 2 daqiqa ichida Man United yutqizib turgan joyida 2 ta gol urgan. Xuddi shunaqa bo'ldi, bunday o'ylab qaraganimizda. Unga 114-daqiqadagi gol ham qo'shiladi. Lekin mana bu oxirgisini qo'shsak, yutqiziqli o'yinni durangga emas, g'alabaga aylantirib ketish Manchester Unitedning DNKsida saqlanib qolganini ko'rdik. Yarim final Atletik Bilbao bilan bo'ladigan juftlikda Manchester Unitedning maydonida bo'lar ekan. Yana Old Trafford va birinchi uchrashuvda qanday hisob qayd etilishdan qat'iy nazar Qizil iblislar ikkinchi o'zlarining maydonlaridagi ikkinchi bo'limda yoki ikkinchi bo'limning ikkinchi qismida yana o'sha magiyani yoqib turib natijani qayd etib olishlari mumkin. Chunki Manchester United shunaqa jamoa, o'sha 99-yilgi finalni hamma eslaydi, lekin finaldan oldin ham Juventus, Interlar bilan, Arsenal bilan kuboklarda ham xuddi shunaqa kambeklar qilib finalga tayyorlanib kelgan edilar. Shuning uchun hozir bular finalga tayyorlanishyapti deb o'ylayman.